man shifobaxsh o'simliklar va ildizlardan tayyorlangan tabiiy nastoykaga egaman. U ko'plab odamlarga astma alomatlarini yengillashtiradi va butunlay davolaydi. Nafas bu hayot. O'zingizga erkin nafas olishga ruxsat bering. Davolanish juda ham oson. Assalomu alaykum azizlar. Meni farzandim nafas olishdan qiynalib kelardi. Uxlashlarga qiynalardik, kechqurun nafas ololmasdi. Chastnik klinikaga Lorliga borganmiz. Natijada ko'rmagan chinini hammasini qilganmiz. No'mizga Dilfuza Haydarova oblariga borib, astma dorilarini ichib, natija ko'rdik. Dilfuza Haydarovaga kattadan rahmat aytamiz. Kechqurun uxlashlari yaxshi bo'ldi. Mana farzandim meni. Uxlashlari ham yaxshi bo'ldi, nafas olishlari ham yaxshi bo'ldi. Ancha ichdik. Dorilardan ham ko'rmagan natijamizni Dilfuza Haydarovadan natijalarni ko'rdik. Undan tashqari bolalarimiz yo'tali, hamma narsasiga issig'i chiqsa, hamma narsasiga Dilfuza Haydarovaga oldagi boramiz. Yo'taliga, bronxit, astma dorilarini ichiramiz. Natija ko'ramiz. Dilfuza Haydarovaga katta rahmat aytamiz.